Narkal Ko'prik Rahmatli osh markazini boshlaymiz. Bu 4-qism. Intervyu, maxsus reportaj kanal reklama qilamiz. Xudo xohlasa maxsus reportaj kanalga ulanamiz. Shuning uchun mana shunaqa so'z chiqaribman. Xo'p. Maxsus reportaj kanal intervyuni reklama qilamiz. Mana boshladik. Mana 4-qism yondi. Maxsus reportaj intervyu reklama. Reklama, maxsus reportaj intervyu. Devzira qo'yoqli qo'y go'shti osh kelasi 80 ming. Mana 4-qism lazarosh, bolgo'sh, qo'ygo'sh oralash to'rg'amchida. Kelasi 50 ming so'm. Reklama, intervyu, maxsus reportaj. Eshitaman. Bu 4-qism yondi. Reklama, intervyu, maxsus reportaj. Televizorda ashuna kanal ko'rmaganmiz Akramboy. Nima degan deysiz? Maxsus reportaj ko'rganman. Ha, bo'ldi mana qolgan joy. Maxsus reportaj 4-qism. Yomon olib ketdim. İşte yan bir yan işletiyorum. Mesli buqa. Mol go'sht, talil go'sht, esil go'sht. Bugun go'shtni dara ishlatamiz. Ertagacha xolodilnikda qo'ymaymiz. Faqat bugungi darat ishlatib tugatamiz. Hamma mahsulotga yetadi. Mol qo'yini ortda povorlar o'zlari so'yishadi. Qozonga chopon keladigan bugun rahmatli go'sht markazilar, shuning uchun bugun bu yerda yo'qlar. Odin salat. Hadi oturalım. Ronçol. Lokal sürütürüne gittiler. Zoy toka. Zoy toka.
Chaqirishsa. Yana chiqsinmi Pepsi? Mana Lepitkada yana chiqsin. 4 yil chiqsin. Birov minutda. Birov. Mana aroqqa boramiz, hech qisi yo'q. Aytama Ahmad aka, aytama qanaqa reklama intervyu. Maxsus reportaj mana. Akkeler mi? Gepren. Boşunu gep. Ahmetcan intervyu bir olsun da. Yo, xohlamibdilar. Omon majjonni yozuvchi. Mayni maxsus reportaj kanaliga ulanayinda shuna ovoz berdim, shunaqa so'z eshitdim. Nereye olacak? Hem de öyle. Tugay deb qoldi. 5-chi qism qilgunimcha qolmaydi ham. Elam 4-chi qismdaman. Undag'i ketaman ham. O'sha Dotxon tug'ilgan kuningiz 14-yil o'tdi, 2000-yil. Estarkanmanmi? Estoqlash kustaman, estoqlar. Voy, mashinangiz bugun uyima, mashinangizni bering, uyimga minib borib issiq suvni olib chiqib uyima. Ha, mashinani berasiz-da, men uyga minib borib, keyin yubilib olib kelaman. Mana yana yaqin yo'ldan ketaman, mahalladan o'chib. Ha. Yo, yurmaysiz bugun. Yo, issiq suv uyimdan olib chiqaman-da, bahona. Shoshilma, 3 soat, 4 soat vaqt ketadi. Xotirjam qilaman. Seni bor shu, yandan buraya chiqasizmi? Nima bega asbobim olib kelmadim-da. Asbobni onlayndan bilib olishsa? Yo. Qayda uy? 6-mikrorayon. Yo, mashina tashlab kelinglar, sizni bezovta qilaman, menga bersangiz, minib, yuvib
Olib kelaman. Berasizmi o'shani yo bermaysizmi? Ha? Milisi to'xtatdi. Mana ko'chaning ichidan bilmaydi-ku, militsiya yo'q-ku. Prezident yo'l bor-ku, mahallaning ichidan abes. Nima farqi bor? Tashlab kelamiz o'yle. Siz tashab, mayli siz tashab kelasiz, qaytishga men minib kelaman. Bo'ladimi? Yana minaman deysiz, milisiya borku. Mashina tortadi deysizmi ishtirokka. Unda vaqtingiz bo'lganda ketganda aytaman, dezir tugaganda bo'shaysiz-ku. Tashab qaysi polni mo'ka qilaman. 50 ming olaman. Avtomobildan arzonman. Avtomobil mendan qimmat. Mayli qirg'am olaveraman. Bo'ldi, 4-qism tugadi. Maskaching bormi seni? Pravam bormi? Yuberarim. Birinchi yubishga kalpagi bormi? Tovoq kalpagi bo'lsa minaman. Ashnaqani minaman. Sen mo'ylab berishdi, nima olib tashlading mo'ylabni? Yo qaychida buzib qo'ydingmi? Azam mo'ylab qo'ydi. Bu safar soqol uzun qoladi bir-ikki marta. Bo'ldi, 4-qism tugadi. Maxsus reportaj 4-qism tugadi. Zarkan Kubro rahmatli markazini reklama qilib maxsus reportaj intervyu qilib bo'ldi. 4-qism tugadi. Mashina qilib o'chiraraman. Boshqa stil chiqadi, bir xil stil chiqmaydi. Tashab kelasiz, qaytishda qana kelasiz? Qaytishga ikkileraman, pul desam, onlaynda. Akram bu tashab olib kela olmaydimi? Qanchada bo'ladi? 2 soat, 3 soat vaqt ketadi. Siz mashinada olib kelasiz Davudxonni. Nakishda Davudxonni tashab qo'yasiz mashina olib kelishganda. Shunaqa qilaylik. Nima qilaysiz? Yuberaman mashinasini. Issiq suvni o'ylab chiqib. Nima qilardim? Bo'ldimi? Menga bermaydi. Men meni boratsam, gate tortadi deydi. Qanday deb berib qo'ysam deb. Yo, mo'ysamga pul ketkizma qilaman. O'yda issiq suvni xotirjam qilsam yaxshi emasmi? Menga o'sha yaxshi, Bo'ldi, ketganda ketdi deyman. Lazerga azam qaradi, o'zi tugay deb qoldi.